Assalomu alaykum bo'lajak treyderlar. Sizlarni ushbu saytimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, hozir men sizlarga ushbu ko'rsatib beradigan narsam bu onlayn premium nomli professional video kursimni qisqacha taqdimoti va saytim haqida obzor. Men to'g'risini aytaman, bunaqa obzorlarni ko'p qilib yurmaganman. Shuning uchun hamma ma'lumotlar saytimga joylangan va bu yerda foydalanish va ma'lumotlarni sizlarga ushbu qisqacha qilib tarjima qilib beraman. Ya'ni sodda ravishda agar sayt orqali ma'lumot olaman deganlar bemalol videoni ko'rmasdan saytga kirib tashrif buyurib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz shu qiladigan yo'nalishimiz aksiya trading, ya'ni Amerika fond bozorida aksiyalar savdosi bilan, ya'ni aynan joiz kompaniyalar bilan biz hamkorlik qilib ishlaymiz, ya'ni ularga investitsiya kiritib. Xo'p, kursni shu asosiy nomi joiz yo'llarda premium trading kursi. Bu premium, bu просто nom. Ya'ni misol uchun pro, premium, boshqa xuddi shunga o'xshash nomlardan bittasi bu. Sizga shu mana real shiorim, real misol men aytadigan gapim, men sizga qanchadir millionlarni va'da qilmayman. Mana shu kursim orqali 2 oyda o'rtacha siz o'rganib olishingiz mumkin. Balki 1 oy ketadi, tezroq harakat qilsangiz, balki 3 oy ketadi. O'rtacha 2 oyda. Bu yerdagi misol uchun bor imkoniyatlarni ko'rsatib bermoqchiman. Faqat joiz yo'llarda, boshqa ko'rsatmalar bilan emas, ya'ni boshqa trading yo'nalishlari bilan emas, aynan aksiya bozorida. Misol bu narsani juda ham ko'p ta'kidlaganman, ya'ni forex bozori bizga to'g'ri kelmasligini, contract for difference ham to'g'ri kelmasligini sizlarga juda ko'p tushuntirganman. Xo'p, men faqatgina halol trading tarafdoriman. Ya'ni rasxon hozirgi vaqtgacha ishlagan faoliyatim 4 yilga yaqinlashib qoldi. Past 4 yil desam bo'ladi. Aynan nimaga aksiya savdosi? Bu savolga juda ham ko'p javob berganman. Bu yerda aksiyalardan keladigan daromad halolligi va barakaliligi. Misol uchun ko'proq qadriyatlarga rioya qilganligi uchun kursni tugatgandan keyin men jamoamda ishlayotgan shogirdlar misol uchun o'rtacha 5% dan 15% gacha daromad ko'rishadi. Buni solishtirishinglar uchun sizlar misol uchun bankka omonat qo'ygan taqdirlarda ham 1 yilda 25% foyda ko'rasiz, to'g'rimi? Lekin bank omonati misol bilasizlar to'g'ri kelmaydi. Lekin bu yerda shogirdlarim ishlab oyga o'rtacha 10% foyda ko'rishyapti 1 oyda. 2 oyda o'sha bankdan oladigan pulni rezultatini berib bo'ladi deganga o'xshash narsa. Endi bu bankda sizlarga misol qildim. Ya'ni buni miqdorini tushunishinglar uchun. Xo'p, kurs o'quv rejasi umuman olganda 50 ta video darslikdan iborat. Bu yerda yuqorida aytganman, faoliyatim davomida kapitalizatsiyani yiqqanda 200 mingdan oshadi va yetishtirgan shogirdlarim 400 dan oshadi. Xo'p, endi kurs o'quv rejasi bilan tanishamiz. Bu yerda 6 ta modul bo'ladi. 6 ta modul. Birinchisi boshlanish va asoslar, texnik tahlil, strategiyalar va savdo yondashuvlari, fundamental va AI tahlillar kompaniyani fundamental holati bo'yicha produktivniy yangiliklar va oxirida ruhiyat va shaxsiy yondashuv. Endi qaranglar, mana bu yerda knopkasi bor saytda. Shuni bosadigan bo'lsanglar, podrobno ochiladi mavzular. Endi bularni birma-bir sanab o'tirmay, podrobno ochiladi bu yerda. Kursda ta'lim olgan o'quvchilar natijasi, misol uchun mana Nizom aka. Bular endi offline kursimda o'qiganlar. Muhammadjon aka To'rayev. Bular onlayn video kursimda o'qiganlar. Ibrohim aka ham onlayn kurs o'quvchisi. Batafsil ma'lumotlarni shu saytga kirib olsanglar bo'ladi. Men mayda to'xtalib o'tirmayman. Prosta kimdir mana shu saytdan foydalanishni ham bilmaydi. Shuning uchun bu informatsiyalar chiqarilyapti. Ziyohiddin aka onlayn o'qiganlar. Shahriyor aka ham onlayn o'qiganlar. Bitta narsani bilib olinglar, bu yerda misol uchun onlayn o'qigan taqdiringizda ham meni, offlayn o'qigan taqdiringizda ham meni kursimda beriladigan informatsiya bir xil. Va sizga faqatgina biz anaqa qilmaymiz, ya'ni misol uchun darslarni, videolarni emas, biz sizga jamoa qadriyat taqdim qilamiz. Eng muhimi shu. Va kurs narxi ochiq-ochiq yashirib o'tirib, kurs narxini aytishdan oldin nimadirlarni taklif qilib yo'q. 2,5 million so'm to'lov qilasiz. Kurs onlayn platformada, ya'ni Telegramda joylangan bo'ladi. 50 ta video dars, joiz yo'nalishdagi strategiyalar, real tahlil va amaliy topshiriqlar men bilan любой vaqt aloqalashsangiz bo'ladi. Bonusiga Trading Club, ya'ni signal guruhi shuni qo'shib beriladi sizga. Cheksiz ko'rish va takroriy ko'rish imkoniyati. Misol uchun bundan oldingi kurs anaqasi birinchi dastasi 30 talik holatda edi.
kurs ehtimol. Endi hozir 50 ta videoga ko'chdi. Ya'ni qanaqadir yangi strategiyalar qo'shildi, boshqa narsalar qoldi shuni hisobiga. Kursdan keyin erishadigan natijalaringiz fundamental va texnik tahlilni chuqur o'rganasiz qo'ldan kelgancha. Strategiyalar asosida mustahkam savdo qilishni o'rganasiz bu yerda. Faqat harakat qilsangiz bo'ladi, harakat qilmasangiz hech narsaga erisha olmaysiz. Eng muhimi bozorda bo'ladigan traderlarda kuzatiladigan narsa riskni boshqarishni bilmaydi va kapitalni stabilni ko'tarib bora olmaydi. Bir qarasa zo'r foyda qiladi, bir qarasa minusga tushib ketgan bo'ladi. Yo'q. Bizda ko'proq stabillikka e'tibor beriladi va professional traderlar bilan bitta jamoada bo'lasiz, ya'ni trading klubda. Xo'p, qanaqadir savollar bo'ladigan pastda shunaqa joy ochib qo'yganmiz. Bu kursdan nima o'rganasiz? Kurs qancha vaqt tugatasiz? Kursdan keyin daromad ko'rasizmi? Trading club nimasi bilan farq qiladi? Kurs qanaqa shaklda bo'ladi? To'liq ro'yxatdan o'tish va kurs kimlar uchun? Hamma ma'lumotlarni shu yerda olsangiz bo'ladi. Va mana bu yerda joyni band qilish tugmasi bor va ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Bunga e'tiborli bo'linglar. Ro'yxatdan o'tish qanaqa bo'ladi? Misol uchun yozasiz va username Telegram. Misol uchun va kursni sotib olish bosasiz, ro'yxatdan o'tish. Buni kursni sotib olish boshlaganingizdan keyin bu yerda siz kurs sotib olgan hisoblamaysiz. Endi bundan keyingi etap bor bizda. Mana oxirgi qadam kursni 100 ming so'm to'lov qilib joyiz band qilasiz. Misol uchun kursni siz qolgan to'lovni bugun to'laysizmi, ertaga to'laysizmi yoki bir haftadan keyin to'laysizmi? Kursga joy cheklangan bo'ladi, shuning uchun hali joylar soni e'lon qilinmadi. Joyiz band qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. Mana bu yerdan kartani nusxalash qilasiz yoki bo'lmasa Payme orqali bosadigan bo'lsangiz Payme'ga hisob o'tib ketadi, notebook olib o'tib ketmaydi, telefon o'tib ketadi. Va 100 ming so'm to'lov qilasiz. Undan keyin men bilan birga bir переговор qilib yana bir suhbatlashsangiz bo'ladi va kursga to'lov qilganingizdan keyin sizga qilgan to'lovingiz sizga qaytarilmaydi. Chunki siz kursni ma'lumotlarni o'qib chiqib tanishgan hisoblanasiz. Va bu yerga yana ismingizni yozasiz, telefon raqamingizni yozasiz va Telegram usernamingizni yozasiz va 100 ming so'm to'lov qilganingizni isbotlash uchun chekni bu yerga joylaysiz. Yoki siz chet elda bo'lsangiz yoki qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, yordamchi adminga yozasiz va bog'lanasiz mana shu knopkani bosib. Sog'liklar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kursning ichida ko'rishguncha. Ro'yxatdan o'tish bepul, ya'ni ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana bu to'lov qilmasangiz ham bo'ladi. Yana ma'lumot, qo'shimcha ma'lumot keladigan bo'lsa, men bilan birga bir переговор qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana bu yerga adminga yozasiz va men bilan aloqaga chiqasiz.